Assalomu alaykum akalar. Biz Latviyaga yetib keldik. Hozir Kredit kompaniyasi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Mana Kredit kompaniyasiga ham yetib keldik. Birinchi kelsangiz pasportni berib kirasiz sizlarga. Agar mana bunaqa ID qilib bersa, IDni qo'yasiz sizlarga. Mana bu yerda o'ng tarafda vagonchada namozxona bor. Mana o'ng tarafda burilganlar vagoncha namozxona. Bu yo'lda, bu chap tarafda mexaniklarning orqa tarafida dush bor, tualet bor, uni ham ko'rsatib o'tamiz. Kelasizda tahoratxona u tarafda, uni ham ko'rsataman. Mana bu yerda namozxonamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sog'. Qo'yib joyi bor, choy qo'yib joyi. Xudo xohlasa mana kirib boryapmiz. Mana kirasiz. Buyog'i mashina sozlaydigan joylari. Nega mashina yuklarni vaqtincha 1 kun, 2 kunga qo'yadigan joyi. Mana bu yerga kelamiz. Yo'lchadan mana kelmaganimga ham 4 oy bo'ldi. Mana bu yerda ofisga kiradigan joy. Mana B1 Berzal ofisi bu B. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Shoshmasdan ko'rsatyapman. Vaqt ketsa ham. Chunki hammaga yaxshi bo'lsin. Kelganda birdan ko'rsin. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'likda. Mana namozxonaga qarab boryapmiz yo'lchadan. Bu chiqish joyi. Zaminda ham shidan chiqadi. Mana zamin olayotgan joyi. Mana ekzamen olganda mana furani orqaga qo'yilgan joyi mana shu yer bo'ladi. Mana kirasan kirdi. Mana furalarni ko'rgan bo'lsalaringiz, mana shu furalar haydaladi. Mana shu furani mana bu sariq. Mana shu 4 ta fura vajdinaga berilgan. 3 tasi mana adashmasam mana anchaga kirgizib berish kerak. Bu yerda osonroq, chunki mana ko'rsatib o'taman. Mana shu fishkalarni kirgizish kerak. Mana bu yerdan mana yoqqa qarab haydaysizlar, mana kattaroq joyda. Yoqqa oldini olib, birdan ko'ti bilan to'g'ri kelsa bo'ladi. Mana bu bo'lsa, bu ikkinchi marta vajdina keyin stajirovkadan keyin stajirovkani topshirgandan keyin pastayanki topshirish uchun mana bu joyga qo'yib beramiz. Bu joyga mana bu yerdan qo'yib beramiz. Chap tarafda qo'yamiz u, keyin mana bu yerdan rohlik bilan ortib ko'rsatib berishimiz kerak. Mana bu zanjirini ichib ko'tarib baqib qo'yamiz. Zanjirni o'ptaydi. Mana eshikdan kirgandan keyin chap qo'lga ketishda Nega sumkalarni vaqtincha qo'yish joyi bor. Xonacha anchaga qo'yadi. Mana sumkalarni. Abida choy ichgan joy bor. Abid qilasizlarmi o'qishga kelganda? O'tirib choy ichgan joychasi bor. Ko'rsatib o'tish sababi o'zimiz odamlarga Tojikiston bilan O'zbekiston bilan maqsad savob yo'lida. Mana ber, mana kelgan. Bir vagoncha bir. Tualetda emblemasi bor. Mana bu tualet. Dush. Mana. Kelamiz. Mana dushchasi bor. Mana tualet bor. Keyin mashinadan relsda kechqurunga kelsalaringiz bus bilan mana bu tualet yonida mana o'tirgan qolgan 6 soat 8 soatga ruxsat beradi.
Mana divonchasi bor, issiqqina xona, pechkasi bor. Yukni topshirgan joydan ko'rsatib o'tay birdan. Yuklaringizni kelganingizda gostinitsaga ketishingizda keraksiz yuklarni taylab ketsangiz bo'ladi. 45 kungacha ichiga turadi yuklar. Bu ham shu tarafda mana. Mana bu. Mana buga yursa bo'ladi. Endi buni mexanikda oldagi odamlar kelibdi bizga. Borib chaqiramiz, hozir biz ham yuklarimizni taylanishiga chaqirib ketamiz. Mana mexaniklar dedi. Mashina kirish joyi, qabul qilib olish joyi shu yer. Bu tarafdan chiqish joyi. Bu tarafdan mana mashina qabul qilib oladi. Mexaniklar mana bu yerga turadi.